olishyaptimi? Nima qilishni bilmay. Aniqlanmadi. Qog'ozdan chiqarsa yaxshi bo'lar. Ko'rinadimi? Kamida 25 odam bor. Ismingiz nima aka? Hozir Toshkentga o'zlamisiz, boshqa joydan kelasiz? Olmaliqdan. Gepatit B'da, to'g'rimi? Barchaga assalomu alaykum aka-ukalar. Tarqida o'zi nima degan aka-ukalarimiz, do'stlar, mana hozir bir akamiz kelibdilar Olmaliqdan, Xo'p, sizda necha oy oldin gepatit B bo'lgan? 6 oy bo'ldi. Tarqidadan necha oy ichdingiz? 3 oy ichdim. Xo'p, nima rezultat ko'rdingiz? 0. Ya'ni gepatit B'dan qutuldingiz. Mashalloh, tabriklayman aka. Qog'ozlari ham hammasi doktor qog'ozlaridan bor. Ha, doktor qog'ozni ham ko'rsating-da, analizlar bor. Hech narsa ko'rsatmayapti bu yerda. Bo'ldi, yo'q deyapti, virus. Do'stlar, jigar sirroz, gepatit B, C, D, A nimaiki kasal bo'ladigan bo'lsangiz, immunitet jigar bo'yicha, buyrak bo'yicha sizlarga tarbiya giyohini maslahat beramiz. Ekrandan tavsiya qilamiz. Aha. O'zingiz ham bir his qildingizmi? Aha. Ketib qo'ydingiz. Endi buni o'zi tavsiya berasizmi xalqimizga? Ha? Mana real holatda do'stlar, juda ko'pchilik oramizda jigarni o'sha jigar B'mi, o'sha gepatit C'mi, B'mi kasal bo'lgan insonlar qanday tuzalishni bilmay yuribdi. Bormagan joyi qolmayapti. Eslaringdan chiqmasin. Agar mana shu dardlarni ertaroq davosini topib tuzalib qolmasangiz, ertaga yanada seriozroq, yanada bir o'sha Hindistonga boradigan darajaga kelib qolmasligingiz uchun do'stlar, o'zimizdan chiqqan tabiiy tarbiyadan hissalaring inshaalloh 2 oy, 3 oyga rezultatini ko'rasizlar. Charchamanglar.